23. Makka. Әмді чық. Makanның tılıdın ölməz nəzmilər anlaş üçün çıx. Közü ötkür, köңlü kəskin bir ziyaretçi bol. Unutmağın ki, təpəkkürsüz ziyaret bir ibadet hesaplanmaydı. Bolsumu pəqətli bir sayahattur xalas. İnsan öz həvəslərinin aldığı taşlanğan bir tutam ottur. Yani onu yeydu ve özünü aldaydı. Ziyaretni tefekkürge aylandırış üçün iki narsaga mutlaq dikkat qilishing kerak. Birinchi, ziyaret qiladigan yeringni ma'bud yeri yoki bir tutum yeri qilib butqa aylantirib olmaslikqa. Ikkinchi, ziyaret qilgan yerlarni zamonning uzoq teranliklaridan bag'riga besib elib kelingan ma'nolarini tingshash va uni tushunishga diqqat qilish kerak bo'ladi. Əşyani, makanni və insanni məbud halığı keltirib, bir totemga aylandırıb eliş insan balısının ən əzəli acizliklərdən biri. Bunu insan nəfrət qılğınıға əməz, daim hər zaman yaxşı körgənlərə qılıdı. Bu əhval söygünün cinayətki aylanış əhvalıdır. Aq söygünün pişanisiga qarılay çaplaşdır. Türklərinin şamanlık vaqtidan butperest adetlerden bolgan mata bağlaş qılıqları bu haletning eng tipik misalidir. Hazreti Peygamberge bazı cahil Araplar müşriklerning urush vaqtlarida omad keltirsin degan maqsadda qilishlarini esib qutlashgan zatu anvat tarixini qasd qilishib bizningmi bir zatu anvatimiz bo'lsa deganini anlig'inida Peygamber aleyhisselam inkası hiç körülüp bakmagan derecede şiddetlik bulup mundaq degen. Subhanallah. Bu söz goya ki Musa'nın halkının, ularının ilahlarına okşaş, bizgimi bir ilah bekitip bergin degen sözge okşaydı. Barlıqımni özüge atıgan zatqa qasam bolsun ki siz burunqılarının yolunu aynen elip mağudeksizler. Bu iki asasqa diqqat qilish sharti bilan hozir yo'lga chiqqin. Kabe'ning kun tug'ish tarafida, Safa to'pilikining yon tarafida hozir bo'lsa ustidagi selinayotgan beton saroylarning ostida qilib ingrayotgan Abu Qubays tog'larini ko'rsan. Bu to'pilik aslida har teshining, har to'pilikning birinchi darajalik tarixiy asar va qo'g'diladigan tabiiy sayohat rayoni deb e'lon qilingan haramning qimmatlik parchalaridan biridir. Ammo haramning har tarafiga o'xshash Harami ismatigimi qo'pol qo'llar uzutilib tarmar qilingan holdadir. Bu tog'ning Hazreti Muhammadning davetini boshlagan yer ekanligini asla. Abu Qubaysning shimol etaklariga joylashgan Arqamning uyning davatning eng zo'r yillarida Peygamber aleyhisselamga qarorgoh bo'lganligini va sahoba tarafidan Darul Islom deb atilib xotirlanganligini unutma. Bu taqdirda taqqa qarshing boshqacha bo'ladi. Uning shimolida hozir Kabe'ning hovlisida qolgan va xalo qilib ishlatilgan Abu Jahilning uyining o'rnashgan yerini ko'rsan va shundoq tushunasanki uying, badining, mazring Kabe'ga yaqin bo'lishi, hatto Kabe'ning hovlisining ichida bo'lishi odamni hech qutqiza olmaydi. Kabe'ning hovlisida emas, hatto Kabe'ning ichida bo'lsa-mu qutqiza olmaydi. Unutmag'inki, butlar Kabe'ning ichiga qo'yilganligi bilan hech bir qimmatga ega bo'la olmadi. O'zining qimmatini yo'qotgan bir insonga nisbatan Kabe'ga yaqin bo'lish uningga bir qimmat qo'shib qo'ymaydi. Xuddi salom darvozasining dal uduliga tushgan Rasulullohning tug'ilgan uyining Abu Jahilning uyidan Kabe'ga texmi uzoqroq bo'lishi uningga bir nuqsonlik yetkazilmaganligiga o'xshash. Hozir kutubxona o'rnida ishlatilayotgan bu yer boshqa barliq tarixiy yerlarga o'xshash asli holati yo'qotilgan makonlardan biri. Shundoq holatdimi, ya'ni insonlarga nurg'un ma'nolarni bildirdi. Shu oldingizda turayotgan makonda dunyoga kelgan yetim bir bola
Allah'ның tərbiyesini alğandan keyin dünyanın məngülük iftixarı boldu. Miladi 6-cı əsrinin axırqı 4-dün birində bu makanda, bu qurğaq və Qaqas rayonunda dunyoga kelgan balaning dunyoning yo'linishini və tarixning mohiyatini o'zgartirganligini Allohdan boshqa kim bilalaydi? Bu makandan janub tarafga so'zilgan G'azzah ko'chasining sol tarafida taxminan 2 kilometr ichidirek insonni elib zamonning cho'nqurliqlariga shung'utadigan bir tarix yotidi. Mualla mazarlıqı ziyaret yeri ma'nisiga ega. Mazarni ziyaret yeri bo'lishdan chiqarib, ibodatxona holiga keltirgan tushunchaga payg'ambar alayhissalom o'zi la'nat o'qigan edi. Ya'ni odatdagi mazarliq emas, insonlarning ufuqlaridan bo'lgan payg'ambarlarning mazarliqini Allah Yahudilar va Xristianlarga la'nat qilsin. Peygamberlerinin mazarlarını ibadetxana qilib elishdi. Hatta bu xatarning oldini elish uchun avvalgi yillarda hatta Rasululloh qabri ziyoratini cheklagan edi. Faqat ma'lum mezgildan keyin mu'minlarning qalbida tavhid ingi o'rinlashgandan keyin bu cheklimini bekor qilgan. Hatta o'liklardan ibrat elib, o'limga hozirlik qilish uchun mazarliqni ziyorat qilishni hatto texi ziyorat qilishni tashviq qilgan. Mualla mazarlıqı O'limdan dars berish uchun kelgan hojilarga ölüştün keyinki hayatının sırrını sözlep berdi. Peygamber aleyhisselamga intayin köp ecri singen bovusi Abdülmuttalib, tağısı Ebu Talib ve anılarının anısı Hazreti Hadice bu yerde yatmakta. Kim bilir, belki İskence'de öldürülgen İslam'ın tuncu şehitleri Sümeyye, Yasir ve başkalar mı bu yerde buluşu ihtimalga yakındır. Bu yerde Ebu Talib bilen Ebu Leheb hakkında to'xtalishga to'g'ri keladi. Her ikisi tağa, her ikisi o'xshash dinda, ammo aralarida axloq, muomala, pozitsiya jihatdan osmon zimin farq bor. İman davosining agashkuchilari Ebu Talib ve Ebu Lehebning shaxsiyati haqida bu ikki xil tipni ko'rib farqlantira oladi. Hira Makkaning shimoliga, Savr janubiga to'g'ri keladi. Tağ depla sel qarmang. Tağlarning tili bardır, yürükü bardır. Bazı vaqtlarda seyginidu, içi yanıdu, eğitişidu ve yaxşı gördü. Bununla bir misal keltirsek, Peygamberimizдің деген bunu sözünü hatırlışımız lazımdır. Uhud bizni yaxşı gördü, biz Uhudni. Hira, başka ismi bilen Nur teğinin tilini anlaş üçün hiç bolmasa bir qitim yamışıp beqişiniz şart. aslida bir insonni dengiz yuzidan 550 metr egiz bo'lgan sap granit toshlardan yunulib yasalgandek magma toshlarining ustida xuddi xotir munarga o'xshash har qiri 80 gradus kelgudek odatdan tashqari tik yantuliqlarga yamishishga undigan, yana kelib milodiy 7-asrning boshlarida necha qitimlab yamishib chiqishga va o'tdek cho'l issig'ida tuproqlari putni ko'ydiradigan bu taqqa oshiq bo'lishga undigan narsa nimidu ha? Qandoq bir dard alamdir u. Uni kunlarcha, hatto haftalarcha ishini tinglashga va ichidan kelgan mavjudlik nidosini tingshotgan qandoq bir mavjudlik alimi, qandoq bir ko'ngil yarisi, qandoq bir zihniyat va qandoq bir yurak inqilobidir bu ha? Bu savollarning javobini tunji nozil bo'lgan Alaq surasining 5-oyati berdi. Bu bir mavjudlik alimi. Kelajakning payg'ambari Haqiqatning ulug' darvozasini zehnining va qalbining barliq kuchi bilan mushlaydi va u tarafdan nihoyat ovoz keladi. yaratgan Parvardigoringning ismi bilan o'qig'in. U insonni laxt qondan yaratdi. O'qig'in. Parvardigoring eng karamlikdir. U
qalam bilan xat yezishni o'rgatdi. İnsonga bilmagan narsalarni o'rgatdi. Sura Alaq 5-oyat. Har qandoq bir taqqa yamashquchimi qiynildigan Hira to'pilikida naq Ka'bani ko'rdigan bir qiyotash qovuqi Allohning insonlarga avatgan hayot xabariga shohid bo'lmoq dedi. Mana bu oldingda turgan qapqara qiyotoshlar bu ajoyib manzaraning o'lmas shohidi edi. Agar tilini tushunadigan bir yuriking bo'lsa, quliqingni ding tut. Bu taşlarning sana demoqchi bo'lgan bek ko'p so'zlari bor. Hira yurakka to'g'ri yamishilgan bir hijratning panogohi edi. Savr g'ori bo'lsa, insonga qarta amaliyotga oshirilgan bir hijratning panogohidir. Dengiz yüzdən 650 metr egiz bo'lgan Savr g'ori bo'lsa, Hira g'oridanmi egiz. Hira g'origa qaraganda yamashmoq texmi tasdir. Savr g'ori insonga ajoyib narsalarni so'zlaydi. İnson kuchining tugagan yerida Allohning yordamining boshlanganligini so'zlaydi. Hatto payg'ambar bo'lsa-mu bir badal o'tmasdan, barliq kuchini sarf qilmasdan Qilishga tegishlik ishni qilmay turib, ilohiy yordamni qo'lga keltira olmaydi. Ta chin qalbdan tugashdim ey Rabbim deganlarga Allohdan chida, keldim qulum deydigan ilohiy ushurni yetkizdi. Qur'onning siz Allohga yordam qilsangiz, Allohmu sizga yordam qiladi degan haqiqatni umu o'z tili bilan sana so'zlamoqchi bo'ladi. Hem yana Madinaga mangdigan yo'lning mutlaq savrdan o'tadiganligini so'zlaydi. Makkasini Alloh yo'lida pido qilganlarga Allohning ko'z quloq bo'ladiganligini so'zlaydi. Tinshab uning ma'nosini bilalaydiganlarga yana nurg'un narsalarni so'zlaydi.